أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugünkü dersimiz usulga münasebetlik til qaidelerindeki ikinci qaide mefhum el-muhalefe. Biz ilgirki dersimizde nesninki dalalet yollarını sözlep getip etip nesnin dalalet yolları dört türlük oludu. Birisi ibaratun nes, yani birisi işaretun nes, yani birisi dalaletun nes, yani birisi iqtidaun nes dep dörtke bölgen to. Şu dört türlük nesnin dalaletinin içinde, dört türlük nesnin ifadesi içinde. Üçüncüsü, dalaletin nes degen mafkega vaqtida dalaletin nesini düşündürüp, dalaletin nes degen nemu dese, nesnin lebzidin çıkmaydigan. Yani ibaratun nes emas demekçi. Nesnin lebzide onu ifadaleydigan hiç qandaq bir söz yok. Ama nesden çıkan ibaretin nes ikisinin illeti ortaq olganlık üçün, sebep ortaq olganlık üçün, maksat ortaq olganlık üçün özüge alıdığan mezmun. Yani şu vaqtida yeni bir atalıqda mefhum muvafaqa. Nesnin mentuqiga mas keladigan münasib şekildeki change. Mefhum muvafaqa. Yani demek çoğunu nesnin mentuqidan çıqqan, nesnin labzidan çıqqan, nesnin ibaratidan çıqqan mezmun bilen muddao maqsad bir olganlık üçün şunun tahtiga kirgizadigan mezmun deb şuna tushundirgandik. Şu adamda bizning ig'izimizdan atalg'u nuqtasidan mafhum muvafaqa degan bir gap chiqqan. Nesning mantuqiga mos keladigan, nesning mantuqi bilan o'rtaq muddaodagi, nesning mantuqi bilan mazmuni bilan o'xshash yo'linishdagi mafhum change deb bir hukmni atalg'uni biz ishlatgan. Endi dal shuning aksiga kelsak, nesning mantuqiga qarshi change. Mefhum muhalefe. Bugünkü dersimizin temisi dal mefhum muvafaqaning qarshisi mefhum muhalefe. Endi mefhum muhalefe degan temaga biz kitobda kirishdan ilgari biz o'zimizningki bu til qoidasi emasmi? Bizmi normal paranglashayotgan, normal ishlatayotgan til qoidalar ishida mushu xil qoida bormi yo'qmi bir qarab boqaylik. Endi bo'libmi ularga savdo sotiq muomalat ishlarida biz savdolarda qo'yadigan shartlar, savdolarda talab qiladigan talablar ichida ba'zi bir qaydlar bo'ladi. Masalan, men bir ma'lum bir mol zakaz qilsam, molninki oq rangligidan agar 50 tal bo'lsa olaman desam, gapimdan qarshi taraf qanday tushundu desa, bu oq ranglikni oldi ekan, bizning do'konda ko'k ranglik va ko'k ranglikni olmaydi ekan. Ya'ni oq ranglik olaman deganninki mafhum muxolifsi, qarshisi ko'k ranglikni olmayman degan gap. Masalan, ma'lum bir kitobxon qurib, ma kitobninki 5-qatimliq nashr qilingan nusxasini sotib olaman desam, kitobxon 4-qatimliq nusxasi bor-da. Kitapçı şuna düşündü ki, 4-qatimliq nashr nusxasini olmaydi ekan. Mening ig'zimdan chiqayotgani 5-qatimliq nashrini olaman. Men to'q. Buningdan ta'tir tushunchalar 4-qatimliqni olmayman degan hukmni olsak, mana shu hukm mafhum muxalafa bo'ladi. Biz odatda normal turmush so'zlarimizda bunday hukmlarni, bunday tushunchalarni normal ishlatamiz. Agar soat 2 ga kelib bo'lasang, sen bilan birga boray. Gapimizning ta'tirisi agar soat 2 dan eshib ketsang, bormayman. Soat 3 ga kelib bo'lasang, men seni saqlay. 3 kishi kelib bo'lanmasang, saqlamayman. Demak, ig'izimizdan chiqqan mantuq, ya'ni so'zningki lafzi ifodasininki aksi, qarshi esa so'zningki mafhum nima bo'ladi? Muxolif bo'ladi. Xo'sh, buni tushungan bo'lsak, endi Qur'on, hadisda nurg'un hukmlar ba'zida sifatlar bilan qaytlanib keladi. Ba'zida sonlar bilan qaytlanib keladi. Ba'zida shartlar bilan qaytlanib keladi. Demak, endi har xil qaytlanib kelgachga qaytninki kaynidan mafhum muxolif chiqadi. Oq degan sifatlanib kelsa, qora emas. Egiz desa, paka emas. Pak desa, napak emas. Masalan, 5 desa 4 yoki 6 emas. Çoqum qaytninki bir tarafidan mafhum muxolif chiqadi. Xo'sh, endi shu Qur'oni Karimda shu qaytlanib kelgan o'rinladi. Mayli Qur'on yakada so'zning qaytlanib kelgan o'rindagi qaytning qarshisidagi mafhum muxolifini
Alimizmi, almaymizmi? Degan masala ustiga kelsak, jumhurlar bilan, ya'ni Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Maliki mazhablar temsil qiladigan jumhurlar bilan Hanafi ulamolarining o'tirida ko'z qarashda o'xshashmaslik bor. Aldı bilan kitobning ichiga kirishdan ilgari men devatay. Chunki kitobda avtor garchi ikkala tarafning o'z haqqini berib mangan bo'lsa-mu, lekin avtorningki kitobning bejdigilam tashabbusi Hanafi mazhabining ko'z qarashi. Ya'ni mafhum muxolifida. Avval men sizlarga maya kirishdan ilgarilar tushunchani bir devatay. Hanafi ulamolari deydi, oyat, hadislarga muomala qilgan vaqtimizda, naslarga muomala qilgan vaqtimizda biz mantuqni asos qilamiz. Mantuq va mantuq o'ziga olgan bayatdan dalolat yo'llarini asos qilamiz bas. Mafhum muxolifisi-chu desa, mafhum muxolifisini bormi demaymiz, yo'qmi demaymiz. Agar boshqa dalillar bilan mafhum muxolifisi dalillanib qolsa, olamiz. Boshqa dalillar bilan dalillanmay qolsa, mafhum muxolifi ilinmaydi. Ya'ni Hanafi mazhabdagilarning ko'z qarashida mafhum muxolifa nasdiki maskutun anhu hukm. Yani nas mafhum muxolifini isbotlashqimi dalil olmaydi yoki inkor qilishqimi dalil olmaydi. Anog'anda Hanafi mazhabining nazarida mafhum muxolifa degan narsa uning kallasida yo'q. Illaki mafhum muxolifa boshqa dalillar bilan dalillangan vaqtida andan keyin ilinadi. Masalan, bir misol olsak, harom narsalarni bayon qilish nasrida oyatda haromni bayon qilib kelib, daman masfuha deb bir iborat bor. Oqqan qon degan gap. O'shaning o'zidan bir xillik bizlar bayatni men misolab bergandek ijtimoiy normal so'z paranglarimizdan qo'llangan uslub bo'yicha agar tushuncha oldiga sho'p qolsa, oqqan qon harom degandan keyin oqmagan qon harom emas. Masalan, hamma o'ylan go'shiga vaqtda go'shning ichida masalan kavob yesa, ancha-muncha qonlar qolib qoladi. To'qlarning go'shtining ichida qon qolib qoladi. Olmaysanglar, tishinglar qanab, olmaga qon yo'qadi. Yapsalarsizlar ham buni, sizlar harom ekan bo'lamsizlar. Albatta harom ekan bo'lmaysa, chunki oqmagan qon harom emas. Lekin hozirgi masala mushu oqmagan qon harom emas degan gapni daman masfuhandan olamizmi mafhum muxolif shaklda yoki olmaymizmi degan masala. Hanafi ulamolari deydi-ki, daman masfuhadan faqat oqqan qon harom deganlar muqim chiqadi, mantuqidan oqmagan qon harom yoki harom emas degan gap bu yerdan chiqmaydi. Ya'ni mafhum muxolifa maskutun anhu nasda mafhum muxolifining gapi yo'q deydi. Buni chu desa boshqa dalillarni topamiz. Boshqa dalillar qaysi? Payg'ambar alayhisolamning sizlarga ikki maytat, ikki qon halol qilindi deb kelib, ikki qonning birisi jigar bilan tol deb deganlardan buni oqmagan va uyul shaklda ko'p qolsa degan gap chiqadi masalan. Ammo jumhur Hanafiylarning ko'z qarashi, ammo jumhurlarning ko'z qarashi desa, jumhurlar majahatda Hanafiylardan qanday qilinadi, farqlanadi. Hanafiylardan farqlanadi. Ya'ni dalil qiladigan yeri va dalil qilmaydigan yeri va. Bular Hanafiylar bilan eng cho'ng bularningki ixtilofati nasda Hanafiylar olmaymiz degani rad qilamiz deganlar emas. Maskutun anhu boshqa dalillar bilan kelib qolsa olamiz, bo'lmasa mafhum muxolif degan narsa yo'q, nasda deydi. Ammo jumhurlar nasdan olamiz mafhum muxolifini deydi. Endi biz ma'ni azrislarga jumhurlar bilan Hanafiylar o'tiradiki ixtilof nuqtasi o'g'achqa men oldi bilan tushundim. Ammo cho'ngroq yerdan kelsak, mafhum muxolif odati naslarda ba'zida sifatlanib keladi, sifatlan qaylinib, ba'zi g'oyatlan qaytlanib keladi, ba'zida shartlan qaytlanib keladi, ba'zi adatlan, ba'zi laqab bilan qaytlanib keladi. Mush 5 xil mafhum muxolif bo'ladi. Ya'ni sifat qaydining ta'tir ma'nosi, ta'tir tushunchasi, g'oyatning ta'tir tushunchasi, mafhum muxolifa, shartning, adatning g'alaba. Endi mushu 5 xil mafhum muxolifaga qarata ulamolarni mana 3 turga bo'lishga bo'ladi. Bayatning qish 3 turga birisi juma. Men muhim deb qaralg'achqa oldi bilan davatdim sizlarga. Jumhurlar bilan Hanafi ulamolarimizning o'tirdiki, men ixtilof tarafini avval davatdim. Chunki muhim deb qaralg'achqa. Ammo buni taqiq qo'yib, bundan cho'nroq yerdan tushsak, ulamolar mushu mafhum muxolifiga muomala qilishda 3 xil ko'z qarashda. 3 xil yo'l bor bu yerda. 3 xil yo'l bor. Birinchi xil esa bu 5 dona
Mafhumning ichidagi mafhumul laqabdan chiqqan mafhum muxolifa. Mafhumul laqab degani ism munosabati bilan chiqqan mafhum muxolifa. Ma'qil shakldagi mafhum muxolifini mayli jumhurlar, mayli Hanafiy ulamolarimiz bil ittifoq olmaymiz deydi. Nada olsa olmaymiz. Sen shar'iy naslar. Masalan, Muhammadun Rasulullah desa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli desa, agar biz mafhum muxolif olsak, Muhammaddan boshqasi Allohning rasuli emas degan gap chiqadi deb yerdim. Bu butunlay xato, chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan boshqami Allohning rasullari bor. Demak, bil ittifoq mafhumul laqabdan chiqqan mafhum muxolifiga amal qilish yo'q, hujjat qilolmaydi. Unda mafhum muxolifi olmaymiz. Ma bil ittifoq. İkinci ittifoq, yani ulamolarning jumhurlar bilan Hanafiy mazhab ulamolarining o'tirdiği ikinci ittifoq mayli mafhumul vasf, mafhumul g'oya, mafhumul shart, mafhumul adat olsun. Mafhumul laqab biz chiqarib o'tdik emasmi? Ma to'rtidan chiqqan mafhum muxolifini shar'iy naslarning boshqasida ishlatgili bo'ladi deganda yana bil ittifoq. Ya'ni muomalat babida mushuni asos qilib turib hukm chiqarsa, mushuni asos qilib turib qanday qilinsa, muomalat berilsa yoki shart qilinsa, yoki son bekitilsa, shu son, shu shart kuchga ega, shu g'oya kuchga ega. Ma yani men sizni setib olay. U daraxtgacha desa, daraxtgacha degandagi gicha g'oya muomalat babida keskin kuchga ega, daraxtning o'tirib setilmaydi degan gap. Sizga ma'ningdan 5 tal setib beray desa, 5 tal setib beray desa, aşı 5 setilgan bo'ladi, 6 tal satmaydi. Men ma'qildagi malninki mandaq sifatligini olaman desa, undaq sifatlik o'g'indan olmayman. Demak, bil ittifoq muomalatlarda mafhum muxolifa, yuqoridagi 4 turli mafhum muxolifa elinsa bo'ladi. Buning tafsilotini sal turib ko'ramiz. Endi bayat masalaga oldi bilan muhim deb qarab tushuntirib qo'ygan taraf qaysi desa, haliqi 4 dona qayddan chiqarilgan mafhum muxolifininki shar'iy naslarda elinmasligi. Ya'ni oyat hadisda. Buning natijasi men bayatni sizlarga oldi bilan tushuntirib qo'ygandek, jumhur ulamolar olimiz deydi, Hanafiy ulamolari olmaymiz deydi. Abdur Hanafiy ulamolarining ko'z qarashini asos qilib turib kitobdami olmaymiz degan ko'z qarashni deb qo'yib mangadi. Kitoblarga qarasanglar, kitobning 5idagi xulosada Abdur. Gapning 5idida an-nassu shar'i la dalalata lahu ala hukmin fi mafhumul muxolifa. Shar'iy nasda deydi. Shar'iy nasninki mafhum muxolifadagi hukmga dalolat yo'q degani shar'iy naslarda mafhum muxolifini olmaymiz deyotdi. Abdurmayada kimning ko'z qarashini asos qilib mangdan bo'lsa, Hanafiy ulamolarininki. Men avval deb qo'yishim kerak. Chunki sizlar Abdurning ma ko'z qarashini butun kitobga hukmron qilsanglar olmaydi. Abdurning bir ko'z qarashi Hanafiy mazhabining bu. Ammo biz ikkilisini tushunishimiz kerak. Normal o'tirdi turib, ikkilisini tushunib, oxirida amal qildigan vaqtda, tutadigan vaqtida birini tutsak bo'ladi. Lekin biz ilmiy o'quvchi bo'lishimiz bilan ikkilisini bilishimiz kerak. Ya'ni aslidagi izohatda إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيد بقيد يعني شرعي hukmdan birisi shar'iy hukm yani shar'iy nas ma'lum bir o'rindagi bir hukmga dalolat qildi. Bu qanday hukm ekan desa ma'lum qaytlanliq ekan. Do'stga yoziqliq masalan 4 dona qayd. Ya'ni u hukm ma'lum bir sifatlangan ekan. Yoki shartlangan ekan. Yoki bir g'oyalangan ekan masalan chek to'xtatilgan ekan. Yoki son bilan belgilangan ekan bo'lsa nasninki qayd tepilgan mahaldagi hukmi nasning mantuqiki manchi desa shu manchi degan gap mantuq. Qizil ranglikni olaman desa shu qizil ranglik mantuq. Ammo qayd yo'qolgan vaqtdagi mahal hukmiki qizil olmay ko'kib qolsa, 5 olmay to'tib qolsa, daraxtgacha olmay qilib daraxtni ovqat uytib qolib qolsa masalan mayadagi hukm mafhum muxolifa. Dalash shar'iy naslarda mushu mafhum muxolifini olamizmi, olmaymizmi? Demen masfuhan desa, masfuh oqqan qonning hukmi haramligi mantiqdan chiqadi. Aqmig'inning cho mafhum muxolifa. Dal masala mush mafhum muxolifini shar'iy nasda ishlatimizmi? Kalonligini qo'yib qolsin. Men baytni do'stga g'izib berdim. Ya'ni muomalat babida bu ishlatilmaydi. Bil ittifoq. Hozirgi masala dal shar'iy naslada, oyatlar, hadisda mafhum muxolifa ilmimda masala. Xo'sh, ma qoidaninki ijmoliy ma'nosi, ixcham ma'nosiga kelsak,
Şer'i nesninki şu nesnin mentuqiga qarshi mafhumidagi hukmga dalolati yo'q degani mentuqning mafhum muxolifisininki dalolati yo'q. Undan hukm qilinmaydi demakchi. Ya'ni Abdur Hanafiy mazhabdagi fikrini tutib turib davatudi bu gapni. Chunki o mafhum muxolifa nesninki yuqorida biz bayon qilgan 4 dalolat yo'llaridan hech qaysi bir yo'ldan kelgan dalolatning qatoridan emas. Ya'ni o iboratga tava emas, ishoratga tava emas, dalolatga tava emas, iqtido nasga ham tava emas. Balki mafhum muxolifni mas'utun anhu bo'lgan mafhum muxolifning hukmi shuning qatoridan iboha asliya bo'lgan shar'iy dalillardan bo'lgan boshqa har qanday dalillar. Demakchi o'g'ini Hanafi mazhabida mafhum muxolifini nasdan olmaymiz, shu nasning mantuqiga qarshi mafhum muxolifini hukm olmaymiz, balki bu hukm boshqa dalillarga chiqarilsa bo'ladi. Dinda dalil yo'q. Eng aqallisi iboha asliyada bir dona shar'iy dalildan birisi va istishobda mushning tahtiga kirmaydigan hech qanday bir dalil yo'q. Mushning ichidagi bo'lsa-mu ashyadan olamiz, ammo nasning o'zidan mafhum muxolif hukmni olmaymiz deydi Hanafilar. Undaganda hozirgi tushuntirishlarning hammasi Hanafi ulamolarininki tushuntirilishi. Mushni kallangizni tutib turiblar, ha? Endi kelgan misolni qarab boqaylik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda harom narsani bayon qilib, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha." Bayatning oxir misol bu. Endi oyatninki nasning mantuqi degani iboratidan chiqadigan ma'no oqqan qonning haromligi. Oqqan qon harom dedim oyatda, daman masfuha. Tamam? Oyatning iboratidan chiqqan gap. Ammo oqmagan qonning halollik, haromlik masalasi uning mantuqining muxolif mafhumiki oyatning buning dalolati yo'q. Oyatdan chiqmaydi Hanafi mazhab bo'yicha. Balki oqmagan qonning halolligi iboha asliya bilan yoki har qanday boshqa shar'iy dalil 10 dalildan qaysirini tununsu bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhisolamning uhilla lakumul maytatan aw daman amma al maytatan فالسمك والجراد واما الدمن فالكبد والطحال deb ma hadisda bayon qilgan edik. Ma hadisda masalan jigar tal hammasi qonning bir uyulmasa bir ekmasa emasmi? Ma'vola halol masalan ma'voni anlatin. Demak, oqmagan qon degan gap oyatdan chiqmaydi deyotdi. Boshqa dalil orqali huquqimiz deyotdi. Yana bir misol. "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankiha al-muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat." Oyatda Alloh hamda mu'minlarning izzat, hurmati nuqtasini bunda to'y babida, nikoh babida hammadan o'z tang bilan to'y qilish kerak. Kinki turmushningki muvaffaqiyatli bo'lish uchun. Agar mayli qaysi jihatdan olsin, jamiyatdagi o'rni yoki iqtisodiy yoki uning ilm saviyasi jihatdan olsin, igiz pasib qolsa, turmush cho'qim qalaymi qancha yuz beradiganligini shariat obdan bilgachgan bo'lg'achqa, hamtanglikni shart qilgan bir ahvollar bor. Shuning qatoridan hur odam hurni oladi, qul qulni oladi. Ammo mu'min hur odam elishga qodir bo'lmagan vaqtda va man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatul mu'minat ma'un alammagan vaqtida famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Sizlarningki mu'min dedaklaringlardan olsanglar deydi. Mishada dedakni mu'min bilan sifatlayotdi. Mu'min bilan sifatlayotdi. Unda o'ganda mushuning mantuqidan chiqadigini hur odamni elishga qodirlanmagan odam, hur ayolni kim asıl buldu iken? Mu'min dedek nasıl buldu iken? Ma'u mentuq. Bunun mefhum muhalifisi mu'min emas dekço. Yaki olmasa biz meyadın çıkamay, ayadaki şartdan çıkarıp biz birincisinde süpetini aldık emas, mesfuhan demnin süpeti. İkincisini ma'alaqı süpetini qo'yib qo'yib turib hamda şartga misal qilib va man lam yastati' minkum tawlan deb şartga misal qilsak, dedekni elish uchun bir shart borki, hurga qodir bo'lanmaslik. Momentoq. Agar hurga qodir bo'lalisi-chu. Bizning normal til o'qimiz bo'yicha oyatda hurga qodirlanmasanglar dedekni amal debdi. Qodir olsa dedekni nasib bo'lmaydigan hukmni bizlarga muomalatdagi gap so'zlarimiz uslubi edi. Lekin oyat-chu, ashta qilish bo'ladi bo'lmaydi. Oyatda faqat hurga qodir bo'lanmasang dedek oldida. Momentoq. Buning ta'tirse qodir olsang dedek amma degan gap chiqadi. Mush gap ilnom delinmamdi desa, oyatning mantuqi kitob qaranglar. Hur ayollarni elishga qodirlanmaydigan kishilarningki mu'min dedeklardan elish mubah qilinadi. Mantuq. Ammo hurga elishga qodir bo'lganlari mafhum muxolif emasmi? Hanafiy deydi. Bu oyatda buning gapi yo'q. Ya'ni oyatningki mandaq odamning hukmiga qarata dalolati yo'q. Mafhum muxolifa bu yerdan
chiqmaydi. Bunda chiqmaydi degani inkor qilmaydi ham isbotlamaydi. Mafhum muxolifi yo'qmi demaydi, bormi demaydi. Delilini boshqa yerdan izlaydi. Unda olsa nereden izleyimiz? Başka. Ben bayatınlaki avval fetiyatul mu'minatki mu'minat hazır ağan misalimiz menden şertinden çıkan misal. Andaki müşahidinin üzünün ahirisi yana fetiyatul mu'minatta mu'minatla süperligen bir ahval var. Mu'min dedektin dedi, kafir dedektin. Şu mesela ehli kitap demekçi. Dese, şunu okşaş mu'min emes dedekler kelsek bu mefhum muhalife ayetinin. Men tokusu mu'min dedek, mefhum muhalifisi mu'min emes dedek. Dese, ma ayette Mavla hakkındaki hükümü dalaleti yok degeni. Yani mefhum muhalifenin gepi bu yerde yok. Yani meskutun anhu. Gepini başka yerden tapamız ne vardı? Hoş. Demek iki misal arkalık Abdur bizge Hanefi mezhepteki ölümalarımızın ki göz karışını izahlap verdi. Ama tekimi izahlasak manda kelimiz. Endi mushu qoidaning tafsiliy sharhisiga kelsak, tafsiliy sharhisi mush mafhum muxolifatining turlarini bayon qilishni taqozo qildi. Biz bayatning do'skida ko'rib bo'ldik emasmi? Chunki mafhum nasning mantuqiy qaydlangan qaydga qarab turib 5 turga bo'linadi. Birinchisi mafhumul vasf, sifat mafhumi, ya'ni sifatdan chiqqan mafhum muxolifa. Oqda sifatlab qo'ydi qarashchi. Qizilda sifatlab qo'ydi ko'kirchi masalan. Masalan Alloh taolaninki harom qilingan ayollarning bayoni haqida va halailu abnaikumul min aslabikum. Sizlarning sulbinglardan degani neslinglardan bo'lgan ballariinglarning ayollari sizlarga harom dedi. Amiyada neslinglardan bo'lgandan keyin nesldan olmay beqib olgan balasining ayolichi halol mahrammi? Av haram bo'lgandan keyin uning mafhum muxolifasi halol degan gap chiqdi. Hanafiy ulamolar dal mushu halol degan gapni boshqa yerdan olamiz, bu yerdan olmaymiz. Bu yerda ba yo'q degan gap yo'q, uning hukmi yo'q bu yerda. Yani mefhum muhalife nemu dese sulbidin bo'lmagan, leysu minal aslab degani naslidan bo'lmagan ballarining ayollarının ki halol bo'lishi masalan, balaning balasining rizoan masalan degandek masalan, mamasilla masalan. Peygamber aleyhisselamning ki bir so'zda fis-sa'ima zakatun desa, fis-sa'ima zakatun desa, otlaydigan mallarda zakat var desa, otlanmaydig'inida zakat yo'q degan gap mefhum muhalife chiqamdi chiqmamdi. Yani mefhum muhalife ma'lufa uyda o'sha bir baqadigan ko'ndirilgan oila hayvonlarga zakat kelamni kelmamdi, ya'ni soima emas. Yani Rasulullahninki qandoq odam ulangan xurmini satsa, xurma daraxtini mevasi satqich uchun desa, shu yillik meva o'zi uchun ulg'an bo'lg'ach o'zi ana uvulmig'ini satsa-chi. Uvulmig'ini haq o'zi olsa, o'zini o'ladi. Mafhum muhalifa mush mafhum muxolifa emas, bayatdan sifatlardan chiqqan. Muabbara degan sifatdan, as-saima degan sifatdan, min aslabikum degan sifatdan chiqadi. Sifatning qarshisidagi mafhum muxolifa bo'ladi. Mafhum muxolifa mush oyatdan chiqamdi, chiqmamdi. Hanafi mazhab chiqmaydi. Ya'ni bu yerdan unda mafhum muxolifani olmaymiz. Maskutun anhu. İkincisi mafhumul g'oya. Masalan, mazmun ma'lum bir g'oya bilan degani chek bilan cheklandi masalan. Ana shu chekni o'qat ya u tarafi mafhum muxolifa bo'ladi. Ma tarafiga bir hukm berilgan bo'lsa, mush hukmning qarshisi mafhum muxolifiga berilmamdi. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Islom ayol o'tirdigan muhabbatni chingitish. Bu daz ketkizuvchi emaslik masalan buzli versa bo'lmaydi bu. Shunga buni chek to'xtatib qo'qitgan oilalarni, ayollarni, ya'ni bir qitim taloq qilib yarashvasan ruxsat. Ikki qitim taloq qilib yarashvasan taloq marratan shundami? Deb bo'lib oxirisida fa in tallaqaha, ya'ni ikki qitim taloq qilib yana bu yarashib bo'lgandan keyin yana taloq qilsa, ayol erga aningdan boshqa bir erga tekkanga qadar halol emas. Moment to'q. Mana shuninglar va ana shuni darhol mafhum muxolifasini elanglar. Bir qitim harakat qilib bo'lsa halol. Mafhum muxolifa. Ana shu mafhum muxolifa ma oyatdan elinamdi yoki boshqa yerdan elinamdi. Yani mefhum muhalife mutallaqa 3 talaq qilingan ayol o'zining taloq qiluvchi erdan boshqa bir erga tegsa halol degan gap chiqadi masalan. Bu bir misol, ma'g'oyatdan chiqqani. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ro'zininki qachongacha so'rliq his bo'lganligini bayon qilib, tong, ya'ni oq yeb, qora yebdan oydinlashgan qadar degani tong atqanga qadar dedi. Bu yesanglar bo'ladi. Bu mafhum mantuqi, mafhum muxolifasi shunda tong asli inson olmaydi degan gap chiqadi. Mush gap chiqamdi demiş yerdan. Albatta ism olmaydi lekin mush oyatdan chiqamdi masalan. Ya'ni mafhum muxolifa oq qaridan tongning oqi qaridan oydinlashsa, tabayyana oydinlashib bunda yursa, inson bilan bo'lmamiz degan masala chiqadi. Uchinchisi mafhumi shart masalan buning misolini ko'raylik. Va in kunna ulata hamlin
fa anfiqu alayhin. Ajrashib ketgan ayollar masalan. Homildor bo'lib qolsa, ularga chiqim qilinglar. Homildor bo'lmasa-chi mafhum muxolifa. Ya'ni agar ular homildor, lasna ulat hamligini homildor bo'lmasa-chi chiqim qilmang degan gap chiqamda. Mafhum muxolifa. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya. Ayollarning to'yligini evilishga u. Chunki xolis ayollarning haqqi. Endi ayollar shu to'ylikning bir narsaga rozi bo'lib qana qilsa bizga, ba'sa ko'nglidan rozi bo'lib ba'sa olgandan keyin ko'nglidan rozi bo'lmasa, yemang degan gap mishani chiqqan deb aytadi. Mafhum muxolifa ayol kishining ko'ngli bir to'ylikning bir narsaga rozi bo'lmay, yaxshi bo'lmay ko'ngli bo'lmay qolib qolsa qanday qilib? Dördüncüsü mefhumul adet mesela. San mefhumu sandın. Fecliduhum 80 jalda. 80'e selama. 79. 81. Çoğu mesela. Mefhum muhalefe 80'den az ya köp. Kandak adam tapanmasa fesiyamu 3 ayyam. 3 gün, 4 gün, 2 gün emez. Yani mefhum muhalefe 3'ten az köp gün mesela. Mefhumul lakab dediğimiz isim. Yani mefhumul lakab mesela Muhammedun Resulullah. Bu yerden mefhumul lakab alsak Muhammed'in başkası Allah'ın Resulü emes degan gap çıkamdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fil burri sadaqa desa, buğdayda sadaqat var desa, buğdaydan başkası-çu. Sadaqat yo'q degan gap chiqib mafhum muxolif. Alamiz manbayimizmi mesela? Mafhum muxolifa buğdaydan başkası. Hurrimat alaykum ummahatukum analar haram qilindi, anadan başkası halal qilindi degan gap chiqamdi. Mafhum muxolifa anadan başkası. Demak, mushu yuqoridagi 5 turli qeydlar bilan qeydlanib qolsa, dal 5 turli qeydninki qeydlanmagan holati mafhum muxolif bo'ladi. Qeydlangan holatiga berilgan hukm mantuqning hukmi bo'ladi. Shu mantuqning hukmi mafhum muxolifiga berilmamdi degan gap. Yuqorqi misollarning hammasi abtur xolis Hanafi mazhab ulamolar tarafda turib, bu yerda mafhum muxolifa elinmaydi. Shu nasning o'zida mafhum muxolifiga dalolat yo'q. Shu nasda mafhum muxolifa maskutna anhu. Gaplarni desa, boshqa dalillardan olamiz. Boshqa naslardan olamiz. Ash bizda bayon qilgan shar'iy 10 turli dalil bor, shuni qaysini olsak bo'ladi deb ma'noda fikrda. Endi buning ichidan cho'ng jihatdan mabayatni o'zga deb qo'ygandek, tushuntirib qo'ygandek mafhumul laqabni bil ittifoq hujjat qilmaydi. Nima bo'lsa, qolgan to'tini muomalatlarda shar'iy nasning g'ayrida bil ittifoq qiladi. Hozirgi ixtilof nima desa, mushu 4 dona mafhum, muxolifatdan chiqqan mafhum muxolifa shar'iy nasada gap qolsa, dalil qilamdi, qilmamdi mushada. Tushunib turdi. Vaqat ittafaqal usuliyun. Usuliylar bir suratdagi mafhum muxolifiga naslan hujjat qilmaslik ittifoq keldi. U o'sim qaysi? Mafhum laqab. Shu bir suratdagi mafhum muxolifiga hujjat qilishga ham ittifoq keldi. U o'sim qaysi? Muomalatlardagi shar'iy narsaning g'ayridagi to'ddan mafhum muxolifa. Ammo yana bir suratda, yana bir shaklda shu naslan mafhum muxolifiga hujjat qilishda ixtiloflashdi. Qaysi desa shu to'ddan mafhum muxolifini shar'iy naslarda alamizmi, olmaymizmi? Ma'yada ixtiloflashdi. Cho'ng 3 turga bilindi-da, andos birdan kelaydi. Ammo ular naslan shuningda mafhum muxolifiga hujjat qilmas ittifoq kelgani bo'lsa, mafhumul laqab. Fa huwa wasmu mafhumul laqab. Mafhumul laqab degan nima desa, laqab degan xos ismni o'z ichiga oladi, odatdagi ismni o'z ichiga oladi. Masalan, davada deyaptir. Mafhumul laqabdan murod nasda ism bo'lib, xos ism bo'lib, masalan, yuqorida tilg'anilgan hukm shuningga nisbat berilgan zotga, mayli ism bo'lib, xos ism bilan aytgandek Muhammad degandek sallallohu alayhi vasallam, bur degandek, ummahat degandek kelgan jamid ismni nima deymiz? Mafhumul laqab deymiz masalan. Masalan hadisda keldi fil ghanam zakat dedi. Qo'y zakat var desa, bu yerda mafhum muxolif olmaymiz, ap qolsak qara zakat yo'q degan gap chiqib qoladi. Bu merdagi oldiga bur desak, bur degan hammalarga ma'lum sadaqat vojib bo'lgan bir donning ismi. G'anam degan hammalar bilamiz qo'yning ismi masalan. Ya'ni g'anam deganimiz zakat shuningda vojib qilingan ma'ruf hayvonning ismi masalan. Qanaqdir bu yerda lug'atan, shar'an, na urfan. Normal odammi, hargizmi bur undan başqa donlardan ehtiroz ma'runda. Burda zakat var degani başqa zakat yo'q. Yoki qo'yni tilg'ilish undan başqa o'tlig'uchi hayvonlardan ehtiroz. Shundami? Buna tushunmaydi. Va yoki zakatni sadaqatning vojib bo'lganligidan opida, qo'noqda undan boshqa donlarda yo'q. Qo'ydi zakatning vojib qilganlikdan tuga, kala undan boshqalarda zakat yo'q deb tushuniladi, deb hargiz urfan, aqlan, lug'atan tushunilmaydi. Hech kim buni o'ylamaydi. Qo'ydi zakat var desa, kichik bolami tugudi yo'q, kalidi yo'q deb tushunmaydi bu yerda. Demak, mafhumul laqab e'tiborga ilinmaydi. Mafhumul laqabdan chiqqan mafhum muxolifa. Shunlashqa usulillah
laqabdagi mafhum muxolifi bilan hujjat qilmaslikqa ittifoq keldi. Chunki uni so'zlashdan maqsad qanaqdir bir narsani qaytlash, xoslash, undan boshqa narsalardan ayirib, ehtiroz qilib, ayirib chiqarish maqsad bo'lmag'achqa. U faqat bir normal nuqtadan so'zlanadi. Uning boshqa narsadan cheklaydigan bir ayirish xususiyati yo'q. Shunlashqa mafhumul laqab kelgan o'rinda mafhum muxolifa ta'tir tushuncha ilinmaydi. Endi meyli mefhum muhalifinin meselesi. Şer'i nesli mi şunda, muamelatı mı şunda, yerli kanunu mu şunda. Şunu yaptırdı vatıdı. Manında şer'i nesli evvelen yerli kanunlarının neslinin oturduğu perek yok. Kişilerin akdi tasarrufatları kalan sözlerinin oturduğu tasarrufat yok. Muhammed'in Resulullah diyen geptin. Resul Muhammed'in gayri Allah'ın Resulü emez diyen gep çıkmaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna ama? Ölüp ketken adamның qarzi qoldurib qo'ygan maldan ado qilinadi degan gapdan qanaqdir u odamning qarzining boshqasi masalan hozirlash chiqimi ijro qilinadigan vasiyatlari qoldirib qo'ygan maldan ado qilinmaydi degan gap chiqmaydi. Masalan savdo mulkni yo'tkaydi degan gapdan savdoning g'ayri yo'tkanmaydi degan gap chiqmaydi. İnsanninki qoldirib qo'ygan mol mulkidagi haq huquqini setish hayot vaqtida rozilig'i botil emas degan gap chiqmaydi masalan. Yengep çıkmaydı. Şunlar İmam Şevkani devatıdı. Mefhum muhalife laqabdi ba degüçler. Vel qail bi mefhumul muhalife fil laqab degene laqabda mefhum muhalife ba degen adam ne lügat cihetten, ne akıl cihetten, ne şer'i cihetten hüccet tapanmaydı. Arap tilinde ma'lum ki bir adam zeytini köydüm dese bunun göpeden zeytinin gayrini köymedi deyen gap çıkmaydı. Ama maxsus muayyan bir ishlarni bir juz'iyat xosligini maxsus juz'iyatlarda amal qilishga qarini dalolat qilgan vaqtida masalan masalan Zayd qilam xos Muhammad qilam xos degandek bir qayni chiqqan vaqtida shu vaqtda osi bo'ladi lekin u vaqtdagi elish famazak degani u vaqtdagi elish illa lil qarin degani faqat qarin uchun mafhum muxolif chiqqanlik uchun emas. Shunga kallamizda shu narsani keskin qilib o'tish kerakki mafhumul laqabdan mafhum muxolifa ilinmaydi. Ma'noga bil ittifoq bu tugida. İkincisi nimaga ittifoq kelganda mafhumul laqabdan boshqa to'ddani mafhumul muxolifini muomalat babida shar'iy naslardan boshqa bablarda ishlatsa bo'ladi degan ittifoq kelganda endi buni davatidi va amma mattafaqu ala al-ihtijaj bi mafhumul muxolifa fihi shunda mafhum muxolif bilan hujjat keltirishga ittifoq kelgan taraf bo'lsa-mu mafhumul wasf va mafhumul shart mafhumul adad mafhumul g'oya şer'i neslerinin gayrıda matüöte. Şer'i neslinin gayrıda muamelat babında. Yani ilim birim kılgıçlarının ilim birimlerde, okutlarda, tasarrufatlarda, kişilerin gep söz, mualliflerin kitap, mesela abdurlarının ibaretleri, fukuhalarının mustalahatları katarlık mağrunda halıgan işlesi buludu. Ası buludu. Mesela bir vakfı kılgıçı adamdan birisi mening vaqtimning mazmunimni vaqt qilgan vaqtimninki hassisini mahsulotini mendan keyin yaqin tuqqanlarimga, kambag'al tuqqanlarimga qildim desa, buning mantuqini degan gap desa, yaqin kambag'al tuqqanlarga loyiq bo'lishni sabit qilish. Gapdan chiqqan nima u? Mafhum muxolifsi nima desa, kambag'al emas tuqqanlarning loyiqatligini inkor qilish. Ma'ning nassi ikkil hukmga o'jatki, mantuqini olamiz, mafhum muxolifini ham olamiz. Ma mukofot imtihandan 60dan yuqori olganlarga beriladi desa, mantuqi 60dan yuqoridan olganlarga qaratiladi. Mafhum muxolifsi 60dan tön olganlarga berilmaydiganga dalolat qiladi. Demak, ma gapdan mantuqning hukmi elinadi, mafhum muxolifning hukmi elinadi. Masalan, vaqf huquqchi mening vaqfimninki mahsulotining pulisini mendan keyin mening matul ayolimga qildim, u to'y qilmasa desa, buning mantuqi ayoliga shu layoqatchilikning sabildığanlığı chiqadi to'y qilmasa. Mafhum muxolifsi to'y qilib qolsa layoqatchilikning yo'qildiganligi. Demak, madamning nassi ikkili hukmga nima hujjatga olmi chiqadi, olmi chiqadi. Demak, va hakaza. Mana shunga o'xshash har qanday iborat, har qanday bir aqd qilguvchidan, har qanday bir tasarruf qilguvchidan, har qanday kitob yozuvchidan, yoki har qanday bir gapni degan odamdan chiqqan har qanday iborat ma'lum sifat bilan qaytlansa, shart bilan qaytlansa, yoki son bilan cheklansa, yoki g'oya bilan cheklangan bo'lsa, şu qaytlar şu vaqalikda şu iboratda kelgan hukm ash qaytlangan yerde tepildiganligiga hujjat bo'ladi. Qayt yo'qolgan yerde yo'qildiganligiga hujjat bo'ladiki, mantuqmi elinadi, mafhum muxolifsi. Mantuq degani gap degan bo'yicha shu bo'yicha ijro bo'ladi, mantuq.
gap degan bo'yicha bo'lmay qolib qolsa, hukm a degan bo'yichaning aksi bo'yicha ijro bo'ladi. Bu nima mafhum muxolifa? Chunki kishilarning urfisi va istilohotlari normal tushuncha ifodalashtirda mushuning ustigidir. Agar nafi isbot tushunilmasa edi. Oq desa oqning e'tibori bo'lmasa, ma qizil olmadan 2 kilo olay desa, oq olmasa pirib o'tdasin masalan. Qizil deganning haq e'tibori olmasa, ularning urfidagi qeydlashning biyul. Qizil degani bekoda uningki. İlla ki hem de qeyd taxsislash uchun emas, xoslash uchun emas ekanligi dalolat qilgan vaqtda u vaqtda boshqa. U vaqtda mafhum muxolif ap tashlanadi u vaqtda. Yoki qayni dalolat qilgan bo'yicha tushuniladi. Ammo unda bo'lmaydi ekan. Normal muomalatlarda mafhum muxolif tamoman tushunilsa bo'ladi. Ma'vo ikkinchi shakl. Ya'ni bular qana qilgan shakl, ittifoq kelgan nechinchi shakl, ikkinchi shakl. Endi 3-surat, ya'ni usulillah shuningda mafhum muxolif bilan hujjat qilishga ixtiloflashgan surat dal sifat, shart, g'oya, adatdagi mafhum muxolifa, ammo shar'iy naslarda xos. Bayatdan shar'iy nasning g'ayrida ittifoq keldi ishlatishga. Ammo shar'iy naslarda ishlatimizmi, ishlatmaymiz degan yerda mishada ixtilof bor. Men buni darsning boshida Hanafiylarning ko'z qarashini va jumhurning ko'z qarashini sizlarga deb berdim. Abdurrahman shu yerdan boshladi gapni. Fazahaba jumhurul usuliyyin. Usuliylarning jumhurlari shu ko'z qarashga bordiki, ma'lum voqelikdagi bir hukmga dalolat qilgan shar'iy nas bir sifat bilan qaydlansa, ya bir shart bilan shartlansa, ya bir g'oya adat bilan hadlansa, bu shu sifat bilan, shart bilan, g'oya bilan yoki adat bilan shu tilg'ilingan mushlar bilan kelgan voqelikdagi hukmning sobit bo'lishi qo'ja turadi degani mantiq qo'ja turadi. Va yana shu Həlqə o haqida kelgan voqelikdagi hukmning aksini sobit bo'lganligi uchun qanday chaqda desa, aşı voqelik həlqə sifatning aksicha, shartning aksicha, g'oyaning aksicha va shu tomonda tilg'ilingan sonning aksicha bo'lgan vaqtida. Ya'ni ma'lum bir ish, ma'lum bir sifatga bog'lanib turib hukmimiz kelgan bo'lsa, bog'lansa hukm keladi mantiq, bog'lanmasa hukm kelmaydi mafhum muxolifa. Bu normal ahvol deydi masalan. Buning avval hukmi mantiq deb ataladi. Demen masbuhan dedi. Aqqan qon harom dedi. Ras aqti qon harom bo'ldi. Bu mantiq. İkinci hükmü qon oqmidi harom emas degan hukm mafhum muxolifa deydi. Mavjumning ko'z qarashi. Masalan, aqtirilgan qonning haromligi, aqtirilmagan qonning halollik masalasida oldidagi harom degan hukm mantiqdan chiqqan hukm, keyindagi halol degan hukm mafhum muxolifatdan chiqqan hukm. İkkalisi kullu minhuma ikkalisi avdaman masbuhandan chiqqan hukm. Davatuddu jumhurlar. Chunki ular mantiqni olgandan boshqa mafhum muxolifini oladi. Aqqan qon harom mantiqdan chiqqan hukm. Aqmig'inichu haromning tartibisi aqqan harom bo'lgandan keyin aqmagan haning tartibi bo'lgan halol bo'ldi. Mafhum muxolifa. Oyatdan mantiqmi chiqadi, mafhum muxolifani chiqadi, davatuddu jumhurlar. Endi Hanafiydan bo'lgan usulillah shu ko'z qarashga bordiki, ma'lum bir voqelikdagi hukmga dalolat qilgan shar'iy nas, shu voqelik yoki shu hukm sifat bilan, shart bilan, sifat bilan qaydlansa, shart bilan shartlansa, g'oya adat bilan cheklangan bo'lsa, faqat shu sifat bilan shuningda so'zlangan voqelikdagi hukmga shu sifat bilan yoki shart bilan, yoki g'oya bilan, yoki shart tilg'ilingan son bilan hujjat bo'ladi degani, aqqan qon harom desa, shu aqqan qonning haromligi bilan hujjat bo'ladi oyat. Ammo uningdan kelgan qaydlar yo'qolgan voqelik aqmig'ini bu uningdagi u voqelikdagi hukm hujjat bo'lmaydi-ki, aqmagan qonning gapi u yerda yo'q. Faqat oyat aqqan qon harom deyotdi, aqmaganning gapi yo'q. Balki nas uning hukmini bayon qilishdan sakit, sukut qiliqlikki, aqmaganning gapi yo'q. Unda o'z aqmagan qancha desa, uning hukmidan shar'iy dalillarning ichidagi qaysi bir dalillar olsun, bu dalillar bilan izdiladi. Shularning ichida eng universal dalildan birisi, dalil topolmagan ishlatadigan dalildan birisi narslardagi aslilik, mubahlik deydigan dalil bor. Hech topolmasak, mishakit to'xtaymiz. Aqqan qon harom. Tugdimi? Aqmagancha izlaymiz. Agar hadislardan bir yerda qon halol deb chiqib qolsa aqmaganni, aqmagan halol ekan deb tushunamiz. Chiqmagan taqdirda hukmi yo'q narsaninki, narsaligi hech qanday bir narsa hukm bo'lmagan ahvol ostida shay'iylardagi aslilik mubahlik deb qarab, aqmagan qon halol deb davrimiz deydi. Amaliyotda jumhurlar bilan Hanafiylarning mush oyatdan ikki ko'z qarashi olsin, oxirida erishadigan narsasi o'xshash. Birisi boshqa dalil tepib qiladi, lekin mavlu oyatni dalil topgan hamdalaqqa urudi qat'iy bo'ladi. Boshqa dalil topsa urudini bulzanni bo'ladi. Shu farqi bor. Mavlu yuqorida ham biz haqda jumhurlar bilan Hanafiylarning ko'z qarashini ko'rib o'tdik. Endi buning dalilini anglab boqaylik. Dalilini
Cumhurlar özür bağın göz qarashqa bir qancha xil dalillar bilan dalil keltirdi. Bu dalillarning eng oshkorisi ikki. Birisi Arab uslublaridan va urflaridan ularning iboratlarini ishlatishdagi urflaridan tushunchaga tez keldiganligini bunda gap so'zlarimizga qarab baqsaq. Hükümne ma'lum bir, hüküm degan mazmun demakchi. Mazmunni ma'lum bir sifat bilan yoki shart bilan qaydlash. Yoki uni g'oya adat bilan hadlash. Hükümning qayd tepildiganligiga qayd yo'qildiganligini ifodalaydi. Masalan, dalil deb hadis bilan kelib, boyninki qarzni bermay suzib o'tishi zulm desa, ma gapning o'ngi boy pul botirib boshqalarning qarzini bermasa, zulm degan gap chiqadi. Ammo ta'tirus nima chiqadi? Bayamasadan kambag'al qarzni bermay qolib qolsa, uzun suzarsa zulm degan gap chiqadi. Normal gap qo'manama. Yani bunun bu gapidan kambag'al undamasdan gap tushuniladi. Yana bunday desa masalan, o'g'ling imtihondan o'talasa, soatni so'g'i qil desa, ma gapdan ta'tirus nima chiqadi? Albatta buningdan agar imtihondan o'tamasa, so'g'i qilma degan gap chiqadi. Masalan, bunda gap qo'mana. So'z uslublarimiz normal qo'llanamiz biz deydi jumhurlar. Bunun yana bir dalili, mush dalilning ichidagi dalil hamda. Shunglashqa Umar radhiyallohu anhu safarda Kupparning fitnasidan qo'rqish yo'q holatda namozni qasr qildiganligini ko'rib, ma'nodan ta'jjublandi va Rasulullohdan so'radiki, "Ya Rasululloh, ma baluna nima ish bu bizning qilayotganimiz? Aminlik vaqtdami namozni qasr qildik ekanmiz?" Chunki oyatda mana degan emasmi? "Va idza daraftum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum ayaftinakum alladhina kafaru." Sizlar safar qilsangiz namozni qasr qilsangiz bo'ldi, qanday chaqda desa, qanday vaqtda desangiz, agar kupparlarning sizlarga chaqirib, sizlarga fitna qilib qilishdan qo'rqsanglar degan oyat o'g'achqa, qayd shartni Umar radhiyallohu anhu qayd deb, ya'ni mafhum muxolifasini tushunadi miyada. Qo'rqsanglar qasr qilsanglar oldi degandan keyin qo'rqmasanglar qasr qilmaslik kerak deb tushunib Rasulullohga u emin vaqtda qasr qildiganmiz deb so'radi. Demak, Umar radhiyallohu anhu ma'sualni mafhum muxolifiga tayinib turib, o'zining mafhum muxolif tushunchasiga tayinib turib deb so'radi. Endi Rasululloh qanday javob qaytardi qarab boqamdi. Rasululloh da dediki, sadaqatun. Tasaddaqallohu biha alaykum faqir sadaqata. Bu degan sadaqat, Xudoyim sizga sadaqat qildi, qabul qilingan sadaqatini dedi. Rasululloh Umarning tushunchasini xatosini tushuncha, anda tushuncha ammo u yerdan dedimi yoki deganing to'g'ri. Bu asli amin bo'lganligin qasr qilmasak bo'ldi. Lekin Alloh buni bizga nisbatan bir so'g'u quvvatda bu xil ruxsatni deb Umarning radhiyallohu anhuning gapini tasdiqladi Rasululloh. Andagan tushuncha verdi masalaga. Rasulullahning uning suolini inkor qilmay, suolining ritmi bo'yicha javob berib, oxirida tushuntirib berganligining o'zi Umar radhiyallohu anhuning mafhum muxolifini akillishini e'tirof qilganlik qiladi. Ya'ni ma ta'ajjubning paydo bo'lish manbasi Umar radhiyallohu anhu va idza daraftum fil ard degan oyatdan mana tushunganda, ular fitnadan qo'rqmasa qasr qilmaydi. Dal ma Umarning tushungan ma tushunchasi mafhum muxolifa. Endi Rasululloh o'zining javobida Umarni shu Umarning tushunchasida xatolashtirmadi. Xato tushunibsiz sen demidi. Faqatlam shuni ifodalab qo'ydiki, Alloh ularga kengashlik qildi, aminlik oldidan ruxsat qildi. Asli bunda qisqalgan vaqtda biriladigan ruxsat amin vaqtimi birildi. Bu degan Allohning qilgan so'g'isi qabul qilinglar deb mana shaklda tushunib qo'ydi masalan. Rasululloh Umar radhiyallohu anhu tushunchasini sizga tushungan xato demadi. Mana bir dalili jumhurninki. Xil kuch dalillar. Ikkinchisi naslarda kelgan qaydlar ikkinchi dalilamdi. Çoxum hikmet üçün bo'ladi. Bakağı birini aqqan qon masalan. Birini sizlarning sulbinglardan bo'lgan balalarning ayollari deb sulbinglarni bekor qilib qo'ymaydi. Chunki shari biroz sifatlan, biroz shartlan, biroz g'oya, biroz odat bilan bekorga qaydlamaydi. Endi tushunchaga tez kiradigan narsaning eng oshkorisi nima desa, mushi hikmat dal hukmni qayd tepilgan holatlarni qaydlash. Hükümne qayd tepilgan holatga xaslash. Endi xaslash degan gap desa, xaslash deganimiz qayd tepilmagan yerdan inkor qilish. Qonning qanday harom, oqqina o'g'andikin oqmag'inichi halol. Chiqdi-ku. Endi ma ishda shar'iy naslar bilan shar'iy naslarning g'ayridagi kishilarning iboratlarining o'tirida farq yo'q. Illoki bir qarinadan birisi dalolat qilib, ma sifat, ma shart va yoki boshqasi qayd uchun emas, balki boshqa g'araz uchun bir narsani yug'untish, maqtash, so'kash yoki odat bo'yicha mangash, jari alal g'alab degan gap ko'pincha kishilar ashta
bo'lib ketgan vaqtda reallikni hikoya qilish uchun al-jari al-g'olib degani reallikni hikoya qilish uchun bo'lib qolgan bo'lsa, u vaqtda mafhum muxolif vujud qilolmaydi. Lekin mutlaq kelgan ahvol ostida mafhum muxolif bilan hukm chiqaramiz deydi kimlar? Jumhurlar. Endi Hanafiylarcha desa استدل الأصوليون من الحنفية على مذهبهم. Hanafiydan bo'lgan usuliylar o'zlarining mazhabiga bir qancha dalillar bilan dalil keltirdi. Shu dalillarning eng ro'shanroqi ikki bularning ikki dalil keltirdi esatma kitobda. Birsi endi avla birinchi dalilni shu arab til uslubida keng qo'llanilgan uslub. Qur'on mush arab tili uslubini qo'llangan bo'lgancha buni qo'llansak bo'ladi. Qur'onda mafhum muxolif olsak bo'ladi deb bir necha xil normal bizning paranglarimizning dalillar keldi emasmi? Hanafiylar mana shu yoqdan kelib arab uslublarida hükümni sifat bilan, shart bilan qeydlash yoki hükümni g'oya edat bilan tahdidlash, muqimlash. Hüküm qeyd tepilg'ayada hükümni sifatlashqa yoki qeyd yo'qolg'ayada hükümni yo'qishga dalolat qiladi degan gap umumiy gap emas. Hamiyati yo'q bu gap. Sizlar ashun dalil qilyapsizlar, umumiy gap emas bu. Masalan, ko'pincha vaqtda iboratlar qeydlik keladi. Anlıqçı qeyd yo'qolg'ayadagi hukm tushunishda ikkilanadi va mutakallim shu vaqtda so'raydi. Sualının inkar qilinmaydi. Ma'qul bo'lganligi mafhum muxolifining keskin chiqmaydiganligining ifodasi. Agar sizlar degandek 100% har qanday qeydning qishni mafhum muxolif chiqdigan bo'lib qolsa, bunda bizning aramizda normal paranglarimizda hech kim mafhum muxolifidan ikkilanib so'msuldi. Nurg'ay holda amsata soat yoki topshiriqni yezib bo'lganlar kelinglar desa, masalan, o'qituvchi o'g'izlarning orasida yezib bo'lmaganlar kamamdan muallim deb so'raydi. Ashunda so'g'anligi mafhum muxolifi umumiy tushuncha emas. Az umumiy tushuncha bo'lgan bo'lsa so'maydi boshqalar. Masalan, bir odam uni debdi sizga. Attigani bir narsa so'rab qolsa, hajni ado qiling. Masalan, attigani sizdan bir odam bir ehtiyojini so'rab qolsa, hajni ado qiling desa, anglag'uchi kashti so'g'a odamdan so'rashni talab qilsa, masalan, kashti so'g'a odamni chu deb so'rasa, hech kim inkor qilmaydi. Balki savol normal savol. Demak, ma'no savolning mantiqiy savol bo'lganligini o'zi nima degan gap desa, atdigan so'g'an odamning hojatini ado qiling degan gapdan mafhum muxolif 100% chiqmaydi degan gap. Chiqqan bo'lsa, ha kashti so'g'a odamning hojatini ado qilmasam bo'ldi ekan deb tushunibdi. Lekin kashti so'rab qolgan odamning hojatini chu deb qolsa, deganlar so'g'anligining o'zi mafhum muxolifining to'liq chiqmaydiganligining ifodasi. Mashina soat 10dan burun kelganlarga bijirib bering desa, 10dan keyin kelganlarga deb so'rash ehtimoli bor. So'g'anligining o'zi mafhum muxolifining to'liq chiqmaydiganligining ifodasi. Demak, hukm qeyd yo'qolg'ayada hukmning yo'qoldiganligiga bo'lgan dalolat keskin emas. O'ylab boqinglar, keskin bo'lmagan shu bo'lgandan keyin shar'iy nasga uningga hujjat bo'lmaydi. Chunki shar'iy nasda hujjat qilish ehtiyot qilish lozim. Ehtimollarni hujjat qilib olmaydi. La takun hujjatan bi mujarrad al-ihtimal degan ehtimol keskin bo'lmagandan keyin ehtimollar bilan hujjat. Shunda to'g'ri Hanafi mazhabida kelar. Mafhum muxolifini yo'q demidi va ba demidi. Balki maskut anhu. Maskut anhu degan gap uning hukmini boshqa izlaymiz degan gap. Yo'q demidi mafhum muxolifa. Ba demidi. Keskin chiqdi demidi, chiqmaydi demidi. Chiqish chiqmaslikka boshqa dalillarga qarashliq. Hozircha men to'qlam olamiz degan magipi shu. Ehtiyotni ifodalaydi. Endi Hanafi ulamolarining ikkinchi dalili masalan, ahkomlarga dalolat qilgan nurg'un shar'iy naslar va qeydlangan qeydlanliq, lekin qeyd yo'qolg'ayda hukm yo'qmagan ahvollar. Dalil balki shu qeyd bor bo'lgan voqelik uchun kelgan nasning hukmi Aşı qeyd bor bo'lgan voqelikki sabit bo'ldi, qeyd yo'qolgan voqelikki sabit bo'ldi. Masalan, bayat mavla kelgan dalilni mavla o'zgarga akilyapti. Masalan, safardagi namoz masalasiga kelsak, safardagi namoz qasr qilinadi. Namoz o'quvchilar kafir bo'lganlarning fitnasini qo'qsimi, qo'qmusimi? Holbuki nas qasrni mushartlan shartildagi qo'qsanglar dedi. In khiftum ayyaftinakum alladina qo'qsanglar dedi. Lekin biz qo'qsaqmi, qo'qmasaqmi qasr qilaveramiz. Mana bu muxolifman chiqmaganligining isboti. Ikkinchisi, o'gay qiz onasining eriga, o'gay dadasiga harom bo'ladi. Mayli u odamningki parvishida bo'lsin yoki u odamning o'yistani parvishida bo'lmasin. Nimish holbuki nas haramlıqni musbatlan qaytildiki, sizlarning o'gay qizinglar haram, sizlarning parvishinglar fi hujurikum degani, sizlarning parvishinglardagi sizlarning uyinglarda turib sizlar bilan birga yashayotgan degan gap. Ammo bu yerda dadasi bilan birga yashagan bo'lsa, masalan, o'gay ayolim, mening ayolimningki menga o'gay bo'lgan qizi ma uyda emas, boshqa uyda yashasimi, menga harom bo'lar. Lekin oyatda uyinglarda dedi masalan.
Oyatdagi qayd ma'orindan bo'lib qoldi azim hisobda. Mafhum muxolifidan chiqamidi? Bizga harom bo'laveradi masalan. Unda bo'lgandan xulosa ehtiyot shar'iy nasni tushunishda cho'qim qayd yo'qolg'ayda hukmni yo'qolishda ijod qilinmasligi lozim. Naslarning ko'pinchisi muqayyat hukmni tilg'ab bo'lgandan keyin ashnoga mafhum muxolif bo'lgan mazmunni akab qo'ygan ya va nasad degani ishorat qilgan o'rinlar va masalan min nisaikumulati dakhaltum bihinna sizlar duxul qilgan ayollaringlardan bo'lgan qizlaringlar harom deb bo'lib duxul qilgan degandan keyin duxul qilmagan halol degan gap chiqadi emasmi? Ammo oyatning oxirisida agar duxul qilmagan bo'lsanglar gunoh yo'q dedi. Xo'sh, diqqat qilib turinglar. Agar mafhum muxolifi keskin chiqadigan bo'lib qolsa, fa illam takunu dakhaltum bihin degan oyat kamisin bo'ladi. Chunki o'shadagi min nisaikumulati dakhaltum bihin nadan duxul qilganlaringlar harom bo'lgandan keyin duxul qilmaganlaringlar halol degan gap chiqdi. Duxul qilganlaringlar halol degandan duxul qilmaganlaringlar harom degandan duxul qilmaganlaringlar halol degan gap chiqdi. Mafhum muxolifi keskin ildigan bo'lib qolsa, fa illam takunu dakhaltum bihinna degan gapni ataydan agab qo'yganligi agar mafhum muxolifi keskin chiqadigan bo'lib qolsa takror yaxshi emas. Akaganligi mafhum muxolifini unda chiqmaydiganligini isboti. Yana bir misolda wala taqrabuhunna hatta yathurna. Pak bo'lgan qadar yiqinlashmanglar dedi. Bu mafhum muxolifa faklasa yiqinlashinglar degan gap chiqdi sizlarning bo'yicha. Ammo ashna chiqqan bo'lsa Faida tatahharna degan gapni akamaydi. Lekin pakosa Alloh buyurgan joydan kelinglar degan gapni akab qo'yganligi oldidagi mazmuni mafhum muxolifdan chiqmaydiganligining isboti. Demak, ma'vo shuningga dalilki ilgirki nasdan mafhum muxolifi keskin tushuniladi degan gap yo'q. G'ayri mafhum degani keskin tushuniladi degan gap yo'q. Unda keskin tushunilgan bo'lsa, ma zakarahu taniyan. Ikkinchi qatim uni qayta tilga olmagan bo'ldi deydi. Ma'vo Hanafi ulamolarininki dalillari. Xo'sh, endi Abduramda mush dalillarni bizga kelib, Hanafiylar mafhum muxolifini anda tushunamiz dedi. Jumhurlar mafhum muxolifini anda tushunamiz dedi. Ikkisining farqi zodi nima chiqib qolganda desa, mushu ba'zi hukmlardagi farqni kelib, ya'ni mushu ixtilofning ta'siri Alloh subhanahu va taolaninki mutavaffaning qizlarga miros berish masalasida fa in kunna nisaan fawqasnatayn falahunna thulatha ma tarak. Agar o'qib qolgan ayollar, qizlar, ya'ni o'lib qolgan odamning qizi ikkidan yuqurib qolsa, ularga qoldirgan molning 3 ta 2 tegadi emasmi? Mishada. Rasulullohning bir so'zi bor. Sa'd ibn Rabi'ning qarindishiga, Sa'dninki 2 qiziga sulasaynni ba, ayoliga 8 dan birini ba, qilib qolganisini dedi. Endi mush ikkisini maslashtirgan vaqtimizda jumhurning mazhabi bo'yicha oyatning mafhum muxolifisi bilan ma hadisning mantuqining o'rtasida ta'aruz bor. Oyatning mafhum muxolifisi bo'lsa-mu, 1, 2, 3 ta 2 ni olmaydi. Chunki 2 dan ortiq qolgandan keyin 2 dan bo'lib qolsa olmaydi degan gap chiqadi oyatdan. Hadisning mantuqisi 2 ga 3 ta 2 ni ba'di. Oyatning mafhum muxolifisi, ma hadisning mantuqisi zid. Jumhurning bo'yicha. Unda o'ganda mantuq tarjih qilinadi, ya'ni o'xshash 2 ga birlayveradi. Uning qoida oxir natija o'xshash. Hamda Hanafi ulamolarining natijasi bo'yicha fawqasnatayndan 2 ning gapi yo'q u yerda. Chunki mantuqlarimiz va muxolifni olmaymiz. Hadis oyatda maskutun anhu bo'lgan vaqalarni bayon qildi. Ya'ni qizlarga miros berish oyatida. Unda o'ganda oyatdan 2 ga 3 ta 2 ni bermaymiz degan gap chiqmagandan keyin hadisda 2 ko'p qolsa 3 ta 2 ni birimiz degan gap chiqqandan keyin bizda emas bu. Oyatda jumhurning bo'yicha bermaymiz degan gap chiqdi 2 ga 3 ta 2 ni. Lekin Hanafiyning bo'yicha unda gap yo'q. Birimiz bermaymiz degan gap ikkilisi yo'q bo'lgandan keyin hadis bayon qildi. Jumhurning bo'yicha oyatning mafhum muxolifisi hadisning mantuqi bo'yicha zid keladi. Tarjih qilish qoidasida albatta mantuq mafhum muxolifidan nima yuqori. Hanafiylikda zid kelmaydi. Balki oyatda 2 ning gapi yo'q. Faqat hadis oyatda yo'q bo'lgan 2 qizoliga nechidan birini berish, 3 ta 2 ni berishni hadis bayon qilindi bas. Mayada farq ko'rinadi. Bu bir misol. Yana bir misol safardagi namozni qasr qilish masalasida in khiftum ayaftinakum alladhina kafaru degan oyatda Rasululloh aminlik holatidami kofirlarning fitnasidan qo'rqmagan holatdami namozni qasr qilish bilan ma'oyatni solishtirsak jumhurning mazhabi bo'yicha
oyatdan mafhum muxolifa eminlik holatda namozni qasr qilmaslik chiqadi. Ya'ni jumhurning mazhabi bo'yicha oyatdan ilingan mafhum muxolif bilan nazar mantiqni o'tirib zidlik chiqadi. Oyatda qana qilmaslik kerak, qasr qilmaslik kerak. Eminlik holatida hadisda Rasululloh qasr qildi. Mafhumdan mantiq kuchlantirildi, ya'ni qasr qilinaverdi. Lekin Hanafiy va usul ilmi mazhabi bo'yicha taarruz. Chunki oyatda eminlik holatining gapi yo'q deb qaraydi bular. Xo'sh, endi Abdurning o'zining bir xulosasi qarab boqaylik. والذي نستخلصه من المقارنة والمقابلة بين أدلة الطرفين. İki tarafınınki delillerinin oturunu seliştiriş ve udullaştığımız xulasılap aldığımız şer'i nas, sübut, şart, gayet, edetinin mefhumuğa hüccet, mefhum muhalifisiga hüccet. Lekin biz çoğunqur bahs qilib, çoğunqur nazar qilib, tahqiqlagandan keyin, ya'ni mushu nasga kelgan qayd tahsis uchun keldi. İhtiraz üçün keldi, undan başqa narsalardan shuni ayirish uchun keldi, boshqa uchun kelmedi degan vaqtimizda bo'ladi. Ya'ni mushu mafhum yana bir narsaning mantiqini kelmasa, ammo men Abdurrahmonning ikkilisini o'tirdan chiqyapti hisobda. Qayta shar'iy nas, shart, nisbat, shart, g'oyat, adatning mafhum muxolifasiga olsak, hujjat qilsak bo'ladi. Lekin cho'qim obdan bahs qilib, obdan nazar tashlab, obdan iniqlab ma'nasi kelgan qayd ehtiroz uchun kitda iniqla ehtiroz deganga taqsis degan gap ma hukmni buni xoslash uchun degan gap xoslagandan keyin ham yana bir tarafni inkor qilinadi yoki boshqasidan ehtiroz qilish ayirish degan gap ma boshqasini ayirgandan keyin ham boshqasining hukmi ma'ning ta'tirisi bo'yicha manda bo'lib qolsa boshqa hikmat uchun emas va ma mafhum yana bir narsadan keyin man to'qqiz zid kamisa andan keyin hujjat deydi hisobda ikkilasiga bir gap qo'ydi ya'ni Abdur yig'ib akarsa yana Hanafiynikiga moyil ammo nas qayd amma qarina madagi qayd tahsis uchun emas ehtiroz uchun emas balki jarayon alal g'olib degani shu reallikni bayon qilish kishilardagi umumiy bir reallikni bayon qilish uchun bo'lsa g'olib uchun jarayon degan gap ko'p hollarda shu paytda bunda reallik shaklda hammadan shuna qilgan bo'lgach gap shu paytda men qolgan shaklda bo'lib qolgan bo'lsa masalan rabayibukumullohi fi hujurikum desa madagi fi hujurikum tahsis uchun emas Çünkü ügey kız köp hallada ügey dadısını uyuturduğun boğaçqa hammanın uyuturduğu yanıldaki kızlarını ammanlı degan gap bu da bunda reallikni bayon qilish üstüde. Yoki masalan yuğantishki la yahillu li imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir anta masalan Allah va oxirat kuniga ishongan har qanday ayol uchun Üzünün eridən başqasına 3 gün artıq nima tutish, iddat tutish harom, halol olmaydi desa, oyatdagi Alloh ishonish, oxirat kuniga ishonishning aksini chiqarib, Allohga oxirat kuniga ishonmaydi, Allohga halol degan gap chiqmaydi. Masalan, yo'g'in tushlam akaga masala. Yoki boshqa hikmatlar uchunki nasning siyaq dalolat qiladigan yoki tashri'ning hikmat dalolat qiladigan boshqa bir hikmatlar bo'lib qolsa, u vaqtida nas mafhum muxolif bo'ladi. Chunki oyat kelgan muddao bor. Kelgan muddao taqsis uchun bo'lsa, g'ayrini inkor qiladi. Ma hükmünün eksi gayridan chiqadi. Taqsis uchun bo'lmay bayatni degandek boshqa maqsad uchun bo'lgan bo'lsa, boshqa maqsadda ijro qilinadi, unda bo'lmaydi. Endi ma ehtiyot qilish, xuddi shar'iy nasga rioya qilish, nasga qattiq ehtiyot qilish, shar'iy nasga rioya qilish vojib bo'lganidek, yerlik qonunga rioya qilish vojib debdi. Biz yerlik qonunning masalalarini o'tib ketaylik. Endi Abdur mafhum muxolifining ki oyatlardan yerlik qonunlardan bir qancha misollarni kelibdi. Biz sizda o'tib ketaylik. Mafhum muxolifining oyatdan bo'lgan mafhumul wasfning misoli man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minatin va diyatun musallamatin ila ahli desa, fatahrir raqabatin mu'minatin desa, mu'min degan bir sifat bor. Ma'u Hanafi mazhab bo'yicha mu'min azod qilish kerak, kofir azod qilsa bo'ladi. Chunki bu yerdagi sifat nima uchun emas, qayd uchun emas degandek masalan. Bu yerdagi mafhum muxolif ilinmaydi. Mafhum shartning misoli fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Agar sizlarga ko'ngildan bir narsani rozilik qana qilsa, ba'sa degandan keyin ba'miz cho desa, buning ahvolini boshqa yerdan topsak bo'ladi. Lekin bu yerdan ba'sining gapi chiqadi. Adatning misoli, buning shar'iy misoli yo'q ekan. G'oyatning misoli bayatning fa in tallaqaha degan oyatni bayatni akab bo'ldik. Hozir qayta tushuntirishning hojati yo'q. Demak, gap yuqori degandek Hanafi mazhabi bilan jumhurning o'tiridagi ixtilof bilan oxirlashdi. Abdur buni xulosalab akab qo'ydi. Darsimiz mushahid tugadi va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.